Abduqodir Hayitmetovning hayot va ijod yo'liga nazar solamiz. Bu odam monelikka duch kelar, lekin esankirab qolmas edi. O'zini yo'qotmas edi. Vazminlik, sipolik bilan, chidam bilan shu qiyinchilikni yengishga harakat qilar va haqiqatan yengib chiqar edi. Abduqodir aka nekbin odam edilar va Abduqodir aka haligi kechiruvchi odam edilar. Professor Abduqodir Hayitmetov 1926-yilning 27-mayida Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidagi Qiyoli-Qum qishlog'ida tavallud topgan. 1949-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining Sharq fakultetini bitirgach, 1949-1952-yillarda Sharq qo'lyozmalari instituti aspiranturasida tahsil oldi. Universitetning sharqshunoslik fakultetini bitirib kelganda meni aspiranturaga qoldirishdi va sharqshunoslik institutiga yuborishdi. Shundan men birinchi bo'lib shu sharqshunoslik instituti ostonasini bosib o'tganda shu Soliq Mutalib domlaga duch kelganman. U kishi o'sha paytda ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlar ekanlar va meni u kishi juda yaxshi bir haligi qabul qilib, mehribonlik bilan meni shu yaxshi o'ylab o'tkazib, keyin albatta savol bera boshladilar. Bir eski kitobni berdilar, qo'lyozmani. Qarang, juda muloyimlik bilan bir shuni o'qib berasizmi dedilar. Keyindan keyin men o'shani olib albatta o'qib berdim. O'qib bersam boshqa savol bermadilar. Sizni qabul qilamiz dedilar. Shu bilan men o'sha institut aspiranturasiga qabul qilinganman. Atoqli olim, akademik Oybek tavsiyasi asosida Alisher Navoiyning adabiy tanqidiy qarashlari mavzuida nomzodlik va Navoiyning ijodiy metodi mavzusida doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilgan. Professor Abduqodir Hayitmetov 1953-yilning martidan umrining so'ngigacha Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida kichik ilmiy xodim, katta ilmiy xodim, Mumtoz o'zbek adabiyoti tarixi bo'limi mudiri, ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimlarida samarali mehnat qildi. 1965-yil 19-oktyabrda doktorlik dissertatsiyalarini himoya qildilar. Bu dissertatsiya Alisher Navoiyning ijodiy metodi deb atalardi. Juda katta mas'uliyatli, keng qamrovli ishni Hayitmetov oxiriga yetkazdi. U yerga ham Navoiyning lirik, g'inoyi merosi, Navoiyning hamsasi va boshqa asarlari hammasi jalb qilingan holda yozilgan bir katta ish edi. Va mana shu himoyada Ozarbayjondan, Tojikistondan, Samarqanddan, Buxorodan juda katta yetuk olimlar kelib ishtirok etgan. Opponentlarning fikrlari hammasi ijobiy bo'lgan va himoya yuqori saviyada o'tgan edi.